Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Olim Shuhrat. Rossiyada yuridik maslahatlar YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 9-mart. Migrantlar hayotda sodir bo'lgan voqealar va navbatdagi migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishing. Xorijliklarni Rossiyada qolish qoidalariga rioya etishi bo'yicha tekshiruvlar davom etyapti. 30-aprelgacha joriy patenti kuygan yoki ba'zi bir sabablarga ko'ra patent olishdan rad javobini olgan chet elliklarga patent beriladi. Rossiya prezidenti yangilangan migratsiya siyosatini tezlashtirish, ya'ni hamma mana shu hujjatlarni elektron shaklga yaratishni tezlashtirish taklif qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mana shu migrantlarni zapret tekshirishda onlayn platformalardan ogoh bo'lish haqida chaqirdi. Rossiya bo'ylab noqonuniy migrantlarga qarshi reydlar hali ham davom etyapti. Ana endi do'stlar, qulayroq o'rnashib oling. Migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishing. Mana shu 30-aprelgacha berilgan imkoniyatdan foydalanayotgan yoki bu imkoniyatdan foydalanishni kechiktirib kelayotgan chet elliklarga nazorat kuchayapti. 2025-yil boshidan beri 18 mingdan ortiq tadbirlar o'tkazilgan va katta shaharlarda o'zida Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida mingdan ziyod tekshiruvlar ham o'tgan. Undan 2,5 ming xorijiy fuqaro uchun vaqtinchalik bo'lish muddatini qisqartirish haqida qaror qabul qilingan. Ya'ni bu chet elliklar mana shu daktiloskopiyadan o'tishmagan, maxsus tibbiy ko'rikdan o'tishmagan, mana shu hujjatlarda rasmiylashtirilmagan uchun 2,5 ming kishidan vaqtinchalik yashash muddati qisqartirilgan. Ya'ni tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, mana shu registratsiyalar muddatidan avval tugatib qo'yilgan. Ya'ni ma'lumotlar bazasidan chiqarib tashlangan. Bular kimlar? Bular mana shu vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tmagan yoki barmoq izlarini o'z vaqtida topshirmagan chet el fuqarolar. Prezident farmoniga asosan mana shu 30-aprelgacha berilgan imkoniyatdan kimlar foydalansa bo'ladi va mana shu joriy patenti annulirovан bo'lgan yoki ba'zi bir sabablarga ko'ra patent olishga rad javobini olgan chet el fuqarolarchi? Qonunchilikda bu haqda aytib o'tilgan. Mana shu joriy patent yoki joriy patent deb to'g'ridan aytilmagan bo'lsa ham, joriy hujjatlar ba'zi bir sabablarga ko'ra annulirovан qilingan bo'lsa, ushbu fuqaro mana shu imkoniyatdan foydalana olmaydi degan mazmunda. Qonunchilik ham o'zi bir yozilgan, to'g'ridan to'g'ri patent annulirovан qilingan chet elliklar olinmasin deyilmagan-ku, lekin joriy patent, joriy hujjatlar ba'zi sabablarga ko'ra annulirovан qilingan bo'lsa, ushbu fuqarolar mana shu huquqiy maqom tikla olmaydi degan mazmunda kelgan. Lekin ko'ryapmiz, kuzatyapmiz, katta shaharlarda, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida shu joriy patent ba'zi bir holatlarga ko'ra mehnat shartnomasi vaqtida topshirilmagan yoki patent uchun to'lash kerak bo'lgan oylik to'lovlari o'z vaqtida to'lanmagani uchun joriy patent annulirovан qo'yilgan. Odatda mana shu patent annulirovан bo'lgan cheklovdan 1 yilgacha hujjat rasmiylashtirib, patent rasmiylashtirib bo'lmaydi. Lekin yana qaytaraman, tajribada kuzatilyapti mana shu prezident farmoni bilan. 1126 farmonga ko'ra Moskva shahrida, Sankt-Peterburg shaharlarida joriy patent annulirovан bo'lishiga qaramay, yangi patent rasmiylashtirishga imkoniyat beriladi. Bu harakatda qanday amalga oshiriladi? O'ylayman, o'sha ko'pchiligimizga ma'lum bo'lgan. Mana shu hujjatni qanday rasmiylashtirish kerak, nimadan ish boshlash kerak? Mayli shunday bo'lsa ham men qisqacha aytib o'taman. Hujjat rasmiylashtirishi birinchi siz yashab turgan manzilingizdan yoki yashash turgan manzilingiz bo'lmasa, patent rasmiylashtirishdan, migratsiya markazidan, kichik shaharlar bo'ladigan bo'lsa, pasport vizoviy markaziga murojaat qilib, ya'ni huquqiy maqomingizni mana shu 1126 prezident farmoniga asosan tiklanmoqchi bo'lganingizni aytishingiz kerak. Sizda ikkita yo'l bo'ladi. Birinchi navbatda siz jarima to'lash yo'li bilan yashab turgan manzilingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, jarima to'lash yo'li bilan 30-aprelgacha registratsiya ro'yxatdan o'tishingiz va mana shu registratsiya bilan borib patentga topshirishingiz. Yoki siz yashab turgan manzilingiz bo'lmasa, birinchi navbatda siz patentga rasmiylashtirishdan hujjatni mana shu tibbiy ko'rikdan, daktiloskopiya topshirishdan boshlab, shu migratsiya markaziga murojaat qilib patent rasmiylashtirish uchun harakatni boshlashingiz kerak va u yerda berilgan spravka bilan yashash manzil topib ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot yoddan chiqarmaslik kerak. So'nggi 1 yil mobaynida migratsiya masalasi bo'yicha aynan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etib jarimaga tortilmagan bo'lsangiz, bu yaxshi. Shuni inobatga olib qo'yish kerak. 2 marotaba, undan ortiq marotaba 1 yil mobaynida takrorlangan jarimalar bu zapretga olib keladi. Kelajakda mana shuni asos qilib zapret qo'yib qo'yishlari ham mumkin. Rossiya prezidenti yangilangan migratsiya siyosatini
tezlashtirishga chaqirdi. Vladimir Putin Ichki ishlar boshqarmasi yig'ilishidagi bayonotida 2025-yilning o'zida yangilangan davlat migratsiya siyosatining konsepsiyasini qabul qilish zarurligini ta'kidlab va bu masalada kechiktirishga yo'l qo'yib bo'lmasligini bildirdi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, ko'pchiligimizni qiynab kelayotgan hujjatvozliklarga chek qo'yilmoqchi o'ylashimcha. O'zimda olib qaraganda, migratsiya masalasida hujjatvozliklar juda ko'plab arizalarni, ko'plab mana shu hujjatvozliklarni talab qiladi. Chet el fuqarosi o'zi mana shu bo'lib turgan mamlakatda tilini uncha professional darajada bilmaydi. Lekin ba'zi bir joylar keladi, mana shu migrantlar o'z huquqlarini yoki hujjat rasmiylashtirishda yoki o'z haqida bildirishnoma yuborishda juda murakkab bo'lgan anketalarni, hujjatlarni to'ldirishlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'ylashimcha, mana shu 2025-yilda joriy qilinadigan elektron tizim migrantlarga ancha qulay va qo'l keladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migrantlarni o'zlarini ma'lumotlarini tekshirishda, ya'ni zapret, Rossiyadan chiqishga qo'yilgan taqiqni tekshirish uchun soxta onlayn xavflar haqida ogohlantirdi. Internet tarmog'ida Mi, Facebook, Ru va FSSP shunga o'xshash soxta saytlar aniqlanganini ma'lum qildi. Ushbu resurslar Telegram orqali avtorizatsiya qilishi talab qiladi va Rossiyaga kirishga taqiq bor-yo'qligini tekshirishi taklif qiladi. Ehtiyot bo'ling. Bu kabi shubhali saytlarga shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritmang. Rasmiy va huquqiy muhim ma'lumotlarni olish uchun Rossiya Ichki ishlar hududiy bo'linmalariga yoki rasmiy veb-sayti orqali Rossiyaga kirishga qo'yilgan taqiq va shunga o'xshash hujjatlaringizni tekshirishda ehtiyot bo'ling. Rossiya bo'ylab noqonuniy migrantlarga qarshi reydlar hali ham davom etyapti. Moskva viloyatining Lyubersi shahrida politsiya, Rosgvardiya va ichki ishlar ishtirokida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida ko'plab migrantlar qonunchilikni buzishgan holatlari aniqlandi. Bundan tashqari 43 yoshli mahalliy ayol xorijiy fuqarolarga soxta ro'yxatdan o'tkazishga gumonlanganligi sababli unga nisbatan Jinoyat kodeksining 322-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Endi bundan buyog'iga mana shu nafaqat chet el fuqarolari, balki noqonuniy bo'lib turgan muhojirlarni o'zi yashamagan manzil bo'yicha ro'yxatdan o'tkazgan rus fuqarolariga ham mana shu yili o'ylashimcha og'ir kechadi, ya'ni ularga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atiladi. Do'stlar, yangiliklarimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Barcha hujjatlaringizni amal qilish muddatini tekshirib yuring va qoidabuzarliklardan saqlaning. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.